Bittada o'xshab chiqadigan ichlardan shunaqa so'klar oqib turadigan olat somsa tayyorlab ko'ramiz. Oddiy suvga tuz qo'shib, nimokob tayyorlab olib, unga qo'shib oddiygina xamir qorib olamiz. Xamirimiz qattiqroq holatda bo'ladi, yarim soat tindirishga qo'ysak, yoyishga osonroq bo'ladi. Xamirimiz tinib olguncha go'shtimizdagi ortiqcha pay va pardalarni olib tashlab, shunaqa lahm holatga keltirib olib, videoda ko'rsatilgandek to'g'rab olamiz. 200 gram piyozni qirg'ichdan chiqarib, tuz, zira, murch qo'shib, yaxshilab ezib aralashtirib olamiz. Yaxshilab tinib olgan xamirlarimizni shunaqa kesib olib, 40 gramdan uzib zuvalalab olamiz. Stolimizga ozgina un sepib, zuvalalarimizni yaxshilab yupqa holatga kelguncha yoyib olamiz. Xamirlarni iloji boricha yupqa yoyish tavsiya qilinadi. Bu somsa juda ham tez pishgani uchun agar qalin bo'lib qolsa, 2 bukilgan joylari pishmay qolishi mumkin. 50 gram farsh, yarim parra pomidor solib shunaqa tugib olamiz. Ustiga ayamasdan suv sepib, 250 gradusda qizdirib qo'ygan pechimizga 8 minut qo'yib olamiz. Pechimizni o'rtasidan olib, eng tepa qismiga qo'yib, yana 5 minut davomida usti qizarguncha pishirib olamiz. Somsalarimiz yaltirab turishi uchun chiqish bilan ustiga shunaqa sariyog' surib olamiz. Ishlatilgan barcha mahsulotlarning gramlarini video ostidan topishingiz mumkin. Xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.